Onkologiyada immunoterapiya bu odamning o'z immunitet tizimini saraton kasalligiga qarshi kurashishga imkon beruvchi davolash usuli. Albatta, sizning immun tizimingiz viruslar va boshqa begona organizmlardan himoya qilishga yordam beradi. Bu sizning tanangizga zarar yetkazmasdan begona bosqinchilarni tanib olish va yo'q qilish uchun birgalikda ishlaydigan oqsillar yoki oqqon hujayralarining murakkab tizimi orqali sodir bo'ladi. Aslida, sizning immunitet tizimingiz saraton hujayralarini topib, yo'q qilishga qodir. Ammo bu hujayralar sog'lom hujayralardan rivojlanadi. Ular immunitet tizimidan qochish qobiliyatiga ega. Saraton hujayralari o'zlarini oddiy sog'lom hujayralar sifatida yashirishga qodir. Shuning uchun immunitet tizimi ularni ko'rmaydi. Sog'lom hujayralarga o'xshab, saraton hujayralari o'z yuzasida immun tizimining T hujayralari bilan normal, o'zaro ta'sir qiluvchi oqsillarni ishlab chiqarish orqali immun tizimini qanday sekinlashtirilishini biladilar va hatto immun tizimi hujayralar bilan kurashishga harakat qilganda ham immunitet yetarli darajada kuchli emas. Immunoterapiya saraton hujayralarini tanib olish va ularga hujum qilish uchun immunitet tizimini kuchaytirishi mumkin. Saratonga qarshi immunoterapiyaning ko'plab turlari mavjud va ularning har biri boshqacha ishlaydi. Masalan, monoklonal antikorlar saraton hujayralari yuzasida o'ziga xos maqsadlardan foydalaniladi. Shunda immunitet tizimi bu hujayralarni tanib yo'q qiladi. Tekshirish nuqtasi ingibitorlari monoklonal antikorlar turidir. Tekshirish nuqtasi ingibitorlari saraton hujayralariga hujum qilishi uchun immunitet tizimidagi tormozlarni bo'shatadi. Hujayra terapiyasi saratonga qarshi kurashish uchun immunitet tizimini mustahkamlaydi. Masalan, T hujayralar terapiyasi tanangizdan T hujayralarini olib tashlashni o'z ichiga oladi. Keyin ularni laboratoriyada saraton hujayralari yuzasiga ma'lum bir oqsilni taniydigan yangi retseptorlarni berish uchun qayta ishlanadi. So'ngra qayta ishlab chiqilgan T hujayralar immun javobini o'rnatish uchun tanangizga qayta yuboriladi. Saratonga qarshi vaksinalar immunitet tizimini saraton kasalligining oldini olish yoki davolashda yordam berish uchun o'rgatadi. Davolash sifatida foydalanilganda saraton hujayralarining o'ziga xos maqsadlariga qarshi immunitet rag'batlantirishdir. Immunoterapiya ko'payib borayotgan saraton kasalliklarini davolashda juda ham samarali hisoblanadi. Bu video faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va tibbiy maslahat o'rnini bosa olmaydi. O'zingizning ahvolingiz, holatingiz haqida biz bilan muhokama qilishingiz mumkin.